ey ko'zimning shamiyu ham nuri didam ravshana. Odami iymoniga yetmay hech vaqt bo'lmaydi g'ani. Mardumi zori qilib bo'lma xudoning dushmani. Osmonga yetsa boshing qilmagil moviy mani. To otang rozi emas, tavbang qabul bo'lmas seni. Kechayu kunduz agar Qur'on tilovat aylasang, shabni ro'z aylab mudom taqvoyi toat aylasang, misli xotamdek bo'lib hayru saxovat aylasang, Ka'bai maqsudni 1000 bor ziyorat aylasang, to otang rozi emas, tavbang qabul bo'lmas seni. Mashriq u mag'ribni kessang, yo'q bu dardingga tabib, qilmag'ay andak shafoat sayyidi nuri habib. Kuydirur ul moliki do'zax seni oxir mujib, 100 fig'onu nola qilsang hech kishi kelmas qarib. To otang rozi emas, tavbang qabul bo'lmas seni. Dini iymoning bilan ursang bu yo'lda dastupoq, zo'ri bozing birla etsang 33,000 xonaqo, osmondan tushsa Iso, qilsa haqqinga duo, murshiding Hizri zamon bo'lsa bo'lolmas rahnamo. To otang rozi emas, tavbang qabul bo'lmas seni. Davomi bor. Shundan xulosa Iso alayhisalom haqqingizga duo qilsang, bir tiyinlisiz agar otangiz roziligini olmasangiz. Baba rahim mashrabga o'qinglar ko'proq. Quloqqa kiradigan o'zimizning tilda yozilgan. Ketib qolgan bo'lsa ham sizni binoga keltirgan otangizni onangiz yoniga olaman deb ota-onani o'rtasiga tushib dadani qahriga uchrab qolmanglar. Otani qarg'ishidan qo'rqinglar. Baylab boq deydi. Otani rizosini olish kerak. Tak что buni Bobur Rahim mashrablar tariqatchilar yozgan. Bunaqa gaplar ko'p bo'lgan. Endi o'qiyman desam ko'p. Ajoyib. Men dedi ishqimni rahbar qilib hamma mahsharda mana shu joyni o'qiy. Ishq o'tiga o'rtanib devona bo'lgan o'zginam, kuya kul bo'lib bir yona bo'lgan o'zginam, oshiqi didorman ey yor bilmassan buni agar, Mansur Hallochdek dorga osilgan ham o'zginam, kuya kul bo'lib dunyodan o'tgan bormikan, ishq yo'lida 1000 o'lib 1000 bor tirilgan o'zginam, choq sinamni qilib mahsharda aylarman fig'on, ul kuni didor deb mahsharni buzgan o'zginam, ul sirotal mustaqim oldida barcha yig'lashur, ishqni rahbar qilibon andin o'tgan o'zginam deyapti Baba Rahim mashrab. Allohga bo'lgan ishqini, Allohga bo'lgan ishqi juda ham tushunarli tillarda yozilgan. Kori muflis sahlirur kim podshoning oldida. Muflis degani bankrot, qisqa qilayotganda, yo'qotgan, hamma yo'g'ini yo'qotgan. O'shani foydasi nima? Podshohning oldida yo'qotadigan narsasi yo'q, to'g'risini aytaveradi-da. Bisot yiqqan aytalmaydi, bisotiga o'girilib qarab. Hech nimasi yo'q odam. Ashu devonalar, tariqatchilar ko'p dunyoda muflis bo'lganlar, lekin u dunyoga boylikni, zaxirani yig'ib qo'yganlar. O'shaning uchun Bobur Rahimni o'qinglar. Endi bilmay topalasizlarmi yo'qmi, unaqa kitob Bobur Rahim mashrabni men ko'p aytaman. Haliga Ibn al-Arabiy kitoblari bor, Hazrati Ibn al-Arabiyning. Shunaqa qattiq avliyo bo'lganlar, shunaqa avliyo olim bo'lganlar, ulamo. Kitoblari hatto man qilingan ayrim kitoblari shu dindan chiqib ketib qolmasin. Chunki dinda ham har xil odam bor. O'shaning uchun Bobur Rahim mashrabni qattiq yozgan, haqiqati. Endi shunaqada haqiqat qo'lda qamchi bilan aytilar ekanda. Mana balki mumkin haligi ruhiyatimiz yaqinmi, bilmayman nimaga. Mana Nurlar Chudayatsin Shuhrat Qahhor yozgan. Mana shu kitoblarni tavsiya qilaman. Shularni o'qinglar. Doniyor o'g'li bor. Tavsiyalar balkim o'sha berar, bilmadim. Sotuvga chiqmadi Shuhrat Qahhorda. Juda hayotda. Ular Shohi Mardonda Yordonda eshitganim endi o'tib ketdilar. 11 sofiy bor. Hech kim bilmaydi, hamma ro'para bo'lmaydi. Shu 11 sofiydan borib bilib kelgan. Biri ketsa birini o'rniga qo'yadi. 40lar bor, 10lar bor, 11lar bor, 7lar bor. Xullas, ashlar bilan uchrashib yozilgan kitob. Bobur Rahim mashrabning hayotlari bor, yig'laysizlar. G'azallarni o'qinglar, Kakolli bil Alloh. Butun avliyolar o'zanaqa shunaqa tushunarli yozilgan. Juda interesni. Muflis nima degani, kor nima degani, mujib nima degani deb chiqsanglar, zulf degani
yuzi degani. Mana bor, hammasi Google'da chiqib keladi. Konspekt qilib yozib olinglar-da, endi o'qiysizlar. Shunaqami deysizlar. To otang rozi emas, tavbang qabul bo'lmas seni. Boshqa gapim yo'q. Otang roziligini oling. Sog' bo'linglar. Bo'lishkim keldi-da. Konsertdan keyin mashrabxonlik qilib qolaman. Choy iching. Kelinglar. Choy ustida. Marhamat.